Biz topumuzning eng suyumlik bir a'zosini yo'qotganligimizni tezli his qildik. Qancha kunlargacha gaplarimiz tuzuk qo'llashmadi. Bu yo'qlikqa ko'namay bakmo qiynaldik. Met Qasimning qalbimizdagi bo'shab qolgan o'rni go'yo hech narsa bilan to'ldirib bo'lmaydigan osmon hanglariga o'xshaydi. Bu bo'shliq shunchalik vahimalik ush qo'yib turgandek edi. O'ylasam uningga chidayolmaydim. U o'qimagan sodda yigit edi. Siyosiy masalalarni tushunib ketmaydi. Vatan, millat degandek dabdabilik uqumlarni tushunib ketmaydi. Lekin u mazlumlarga zulm qilgan zolimga qarshi turish bir erkakning ishi ekanligidan iborat aqalli rejini bak obdan tushungachga har nohaqchilikka qarshi o'zini tutolmaydi. Gomindan Xitoylarining zulmini o'z ko'zi bilan ko'rgachga uningga qarshi isyonga jon deb qitilgan edi. U to'g'ri qilayotganidan amin edi. Keyin Alixon To'rining yalqulliq nutuqlaridan yurtni tajovuzchilardan qutqizish uchun jihad qilishning farz ekanligini anglab, texmi hayajonlandi. Uning diniy bilimi yo'q deyarlik edi. Ammo ming yillardan kelayotgan, qondan qonga o'tayotgan muqaddas e'tiqodning sehriy kuchiga tamoman taslim bo'lgan bir pok ruhi bor edi. Shunga jihad chaqiriqlari uning uchun shundoq muqaddas bo'ldiki, hech o'limdan qo'rqib o'ltirmadi. Keyin kommunist Xitoylarni xalqning g'amguzorlari ekan deb angladi. Uning sodda dili buni shu bo'yicha qabul qildi. U kommunistlarni ularning izmlari bilan emas, amaliyotdagi qilmish atmishlaridan baholadi. Ko'rdiki, uning sodda samimiy o'lchamlarida kommunist Xitoylarning ilgirkilaridan farqi yo'q bo'lib qolmay, buning texmi yolg'onchi, texmi kazzob, texmi vahshiy ekanligini ko'rdi. Shunga u uningga qarshi turish kerak degan niyatga kelgan edi. Cho'chakdagi sabdoshlari Xitoyga qarshi qo'zg'olon qilishga chaqirganda hech ikkilanmay xushallik bilan shu tomon atlanishning sababi ana shu edi. Kuzlik muhosul mavsumlari edi. Bir kuni amgakdan yenib kelyotdik. Yo'lning bir tarafi yangidan echilayotgan bo'z, bir tarafi allaqachon Xitoylar tarafidan egilinib terilishga boshlagan yerlar edi. Biz besib o'tadigan uzun serimlarda turib savzi terilgan edi. Bu o't yoshlar bosh og'andan tortibla topimizdagilar biror bosh qo'mirib elib yigash mengishga tirishadigan, tutulib qilib tayoq yeydigan majroning manbasi bo'lib kelyotdi. Mana amdilikda savza turiblar qezilgan bo'lib, allaqachon yig'ib ketilgan bo'lsa-mu, ko'may qolgan biror bosh ushshoqlari uchirmay qolmaydi. Qatordan chiqib, tezlikda bir tal savzini elibla qatorga qo'shilib olgan bir yigitni gundupaylar ko'rib qoldi va qatordan so'rab chiqib dumbalashga boshladi. Ondan ikkisi shillisidan so'ragancha Xitoy rotasining ishxonasiga elib ketdi. Keyin uning putini cheqivatganligini uqdiq. Ammo bu yerda umumlashgan bir so'z yolg'on kasal, ideya kesili degandan iborat bo'lg'ashqa, uning putining sunuqligiga hech kim pisand qilmagan edi. Yigit 7-8 kun ishda ko'rinmadi. Uning bilan birga hamida yotadiganlarning deyishicha, u o'rnidan turolmaydi ekan. Dastlabda gundupaylar ishonmay, uni turg'izish uchun ustilab uribdimish. Keyin ondan saqayib qolasan deb kari bo'lmay tashlab etishdi. U shu yo'sin yetib, cheqilgan paqalchoq so'ngaklari hosil qilgan ichki yara yiringlab sesishga boshlaganda ondan uni doktorga akitibdi. Bu chaqda allaqachon qaridab ketgan putni saqlab qolg'ili bo'lmay, tizining ustidan kesib etibdi. Bundaq qo'rqinchliq voqealar bakmu tansuq emas edi. Har kuni bir hodisa, jidal, o'lim degandek shum xabardan birasi anglanib turadi. Shundoq bo'lsa-mu, ko'z oldimizda yuz bergachga buning shunchalik echindiqki, bir bosh savzi uchun bir insonni putidan ayirgan bu qandoq hukumat bo'ladi? Deyishib, necha kun g'ulg'ula to'xtamadi. Bir oydan ko'proq vaqt o'tganda u qo'ltiqtayoq bilan ishga elib kelindi. Shu holatda uning ozodlik bermay, o'ltirib qiladigan qo'l ishlarini qila oladi deb qarab, amgakka elib kelgan ekan. Bu hol bizning yurak yarimizga texmi qattiq tekkan bir omil bo'lib qoldi.
1964-yili kechküz yaqinlashgan bir kunlarda bir turkum mahbusning yo'tkiladiganligi uqtirildi. Mahbuslarni almashtirib turadi. Yo'tkiladiganlar qatorida mening ismim chiqdi. Ammo yaqinlarimdan hech biri yo'q edi. Bu hol menga yetimlik hissi baxsh etdi. İki yük mashinasiga qachilangan mahbus bir attigini yo'lga chiqdik. Texim azobliq bo'g'ini oxirgi minutlarda yaqinlarimiz bilan ko'rishib elish, xo'shlashib elish imkonimiz bo'lmayla jimmidi ketib qoldik. Bir necha kun yo'l yurgandan keyin bizni janub tarafga akitayotganligini farq etdim. Chunki men bu yo'llardan necha qitim mangan edim. Yo'l bo'ylaridagi manzara tunish edi. Tunish manzaralar ilgirki xotirlarimni qo'zg'ab, gohi kulimsiraydim. Gohi yig'i tutadi. Tumshuqdan o'tganda yo'l yanala tog' bag'rini bo'ylab g'arbga ketdi. Normalda ilgiri Qashqa tarafga Maralbeshidan ketiladi. Mana endi yangi yo'l yasilib, bu yo'l Atuşnimi besib o'tadigan bo'lganligini ko'p o'tmayli bildim. Bachangdan o'tgandan boshlab qonlarim o'rkashladi. Uzoqda dal-daraxtlari ko'rinayotgan yurt Atuş edi. Taqdirning qiziq yeri shuki, men bu yurtdan chiqib ketgandan beri uning bu so'g'isiga netchi kelib, uning ichiga putumni elish nasib bo'lmay ketgan edim. Mana shu topda o'yinning texmi qiziqi bo'lib o'tadi. Endi Atuşdan kesib o'taddik. Ammo men yurtimning tuprog'iga dasiyolmay o'tib ketdim. Buning qanchalik azobliq bo'ladiganligini tasavvur qila olamsiz. Aşı eng dastlab ko'ringan daraxtlar dal mening yurtim Sho'ruxning daraxtlari edi. Bu uzoqdan ko'ringan daraxtlar bag'on sari yaqinlab Sho'ruq oq mahallasi yanidagi soydan elingan yo'l bilan Atuşning yangi bozoriga kirib kelganda yuragimni nimadir etishtirib turadi. Kech kirib qolg'ashqa biz Atuşda tunaydigan bo'ldik. Shunga mashina turmaning ho'ylisiga kelib to'xtadi. Şu anda yurtimga 1 kilometrmi kelmaydigan musofada qo'nib qolatdim. Ammo ularning buningdan xabari bo'lmaydi. Hatto kecha jimliqida menga ruxsat berilsa, o'g'ziga chiqib vaqirsammu yurtimdagilar anglag'udakli edi. Ammo mening o'yimga bosh tiqib menga shu huquqim yo'q edi. Yo'ldagi shu qadar herib julluqim chiqib ketgan bo'lsa-mu, kechicha uxlayolmadim. Mana mushu yerda mening mushu dunyoda yashaganligimning birdan-bir iznasi bo'lgan o'g'lim bor edi. Uning vujudida aylanayotgan qon, vujudidagi har bir hujayrada mening mavjud bo'lganligim aks etadi. Shunga xuddi tenimning yerimi aşı yerdagidek uni izlab vujudim o't bo'lib yonadi. Lekin shu tap men uning shuncha yaqin turib, qo'limda ko'yza, putumda kishan. Men uning uzoq yillik men haqidagi tasavvurlardan mengib chiqib, uning oldida zohir bo'lolmaydim. Mushularni o'ylab, vujudim tepichaklab vassa, qonlarim xuddi saldek yo'pirilib kelib, mengamga shiddat bilan tiqilib, asabiylarcha xam xiyollarni paydo qilib, vujudimni silkib vassa. Men qandoqmi uxlay? Goh turmaning tomlaridan tuyuqsiz g'oyib bo'lishni arzu qilsam, goh hamma narsaning g'oyib bo'lib, o'zimning nurg'un ilgari shahid bo'lgan, hozir hech qanday moddiy narsalarning to'solg'usiga uchramaydigan bir arvoh bo'lib chiqishimni umid qilatdim. Bu xil tasavvur ba'zida shu qadar kuchayib ketadiki, ixtiyorsiz qo'limni midirlatib, qorong'udagi muzdek so'g'oq tomni bormi, yo'qmi deb tutib boqatdim. Uni yo'q deb shuncha tasavvur qilsammi, u yanada bor bo'lib chiqadi. Bo'lishni arzu qilinmaydigan ochiq va qo'rqinchli reallik. Ashu kuni kechicha uxlayolmaginim nihoyatda aniq. Lekin o'zimni Sho'ruxning oyoqidagi cheksiz ketgan jangalda turgandek his qildim. Bu yer haqiqatanmi yana shu jangal edi. Men bu qitim qo'limni uzatib beqib, turmaning temini tutib beqishga petinamadim. Chunki ko'z oldimdagi narsalarning xam xiyol bo'lib chiqib, tamga qo'lim tegishi bilan tangla hamma narsaning to'zib g'oyib bo'lib, o'zimni turmada his qilishdan qo'rqib Bovayning tanha kapisi burunqidakli turadi. Ishik oldidagi qeri to'g'raqning ishik tarafga so'zilgan shexida o'ltirgan Shatuti mening ismimni aytib, "Sabit keldi, dedi."
Bir tarafda balalar iki yoqqa bo'linib qator bo'lib o'ynayotdi. Ularning putlari yalang bo'lib, tapanlari qaridab qilinishib, qishda oyoq kiyimisimi to'ngmug'idek bo'lib ketgan. Allohning karomatlarining biri bo'lgan odam bedeni odamlar qishliq o'tlikka erishamugdek namrat bo'lib ketganda, putning ostanqi terileri ashunda qilinishib, qishda yalang oyoq yursimi ushib qalmug'idek holatga keladi. Bu balalarning qilin tapanlariga qarab, ularning necha yillab oyoq kiymaganligini, hatto ba'zilarining putining tug'ilgandan boshlab oyoq sepib boqmaganligini bilib olish qiyin emas edi. İlgari uy ichidami oyoq kiymaslikni axloqsizlik hisoblaydigan bu yurtda balkim mush kunlarda oyoq kiydiganlar yo'q degidekdir. Balalarning yirtiq ishtonlarining tilim so'kilib ketgan yamoqlari tizlari atrofida ularning harakatlariga ergishib uyoq-buyoq polanglaydi. Balalarning yuzlari sarg'aygan, hammasi intayin o'ruq, bo'yinlari xuddi bir narsa bilan qattiq so'zib etgandek uzun va inchki bo'lsa-mu, lekin yanada bu yerda o'zlariga shodlik tepishgan edi. Ular bu yerda oq terak o'yini o'ynashyotdi. İnsanlarning ko'ngil etishiga talbilachi o'shman bo'lgan Xitoylar tantarbiya tusiba bo'lgan bu o'yinlarni o'ynashga yo'l qo'yyotam degandu. Men hayronlik bilan ularga bir hazo qarab turdim. Helila bir top kaltakchi yoki qurolliq kelib ularni tutib ketadigandekchi deyilishib atrofga qaraydim. Ular Uyg'urlarning har qanday bir maqsadda bir yerga to'planishini hukumatni ag'dirish uchun maqsadlik yig'ilish deb o'ylaydigan mush yillarda ularning bu harakatida tantarbiyaning alohidligi borligi, ularni yoshurun harbiy mashq qilib qo'zg'olonga tayyorlik qilyapsan deyishdan uyanmaydi. Atrofga qarasam, atrofda odam yo'q. Jangal yanada shundoq cheksizligi va ulug'ligi bilan kishiga Alloh bergan erkinlikdan bishorat berib turadi. Men buvayning bir chetda balalarga qarab turganini ko'rdim. Buvay menga qarab unlik, lekin bo'g'iq ovozda aytdi. Oğlum, keldingmi? Ha, men keldim. Bäkli kechikib keldim. Bu zeminda mening yıldızım bäk cho'nqur edi. Lekin hozir ular bizni qo'murib tashlab Zemin ingrabotidi. Sen bu zeminga qadam elishdan avval uning ovoziga quloq solmadingmi? Bova, bu yerlar yanada burunqidek turgandek qiladi-ku. Yo'q, bu sening xiyoling. Sen uning o'z qo'ynida o'milab cho'ng bo'lgan, o'z qo'ynidan oziq elib o'sgan, birdammi ayrilmagan bolalaridan mahrum bo'lib, maynat oyoqlar ostida tilg'ang'inni e'tirof qilishni xohlamaysan. Shunga sening hozir ko'rayotganing uning boshqalar tarafidan tortib elinishdan ilgirki holati. Qara avu qeri to'g'roq mavjud emas. U allaqachon kulga aylanib bo'ldi. Qara avu shatuti mavjud emas. Chunki u bu yerga o'zi bilmaydigan tildagi bir kimlarning kelganligini bilgandan keyin bu yerdan ayrildi. Men buvayga qo'limni tanglab edim, qo'lim turmining muzdek temig'i tegdi. Bizni yakan tavasidagi bir lagerga akilishdi. Bu yerni Xitoycha paylo deyishadi. Nima deganikin xetini ko'rmagicha bilib bo'lmaydi. Bu yerga keladiganligimizni uqqan minutdan boshlab sal ko'nglim ochilib qoldi. Buning sabablarini aniq aytib beramisanmi, 6-tuyg'um menga bu yerning yaxshiroq bo'lishidan bishorat bergandek qiladi. Balkim bu yerning havosining issiqligi, atrofda o'z xalqimizning bo'lishi, yana yurtimga yaqinroq kelganlik hissi meni xush qilib atamdikin. Payloda qamoqxona hovlisiga kirib, mashina to'xtashi hamon kimni ko'rdim demamsiz? Nosir axunni. Shimol tarafdan mahbus kepti deganni anglabla, hamma ishning sirtiqini elib turishga odatlangan mijozi uni o'ltirg'izmay, eng avval mashina yoniga yugurib kelgan edi. Men texi mashinadan tushmayla ko'zlarimiz uchrashdi. Ko'nglimdan ming turli shubhalar ketishga ulgurdi. Buni yana mendan burunroq bu yerda hozir qilib bir nimaga erishmoqchimidi yoki boshqa vazifa bilanmidi? Oxirgi xulosada yana libak xush bo'ldim.
konu tunuşum, sabiq dostum. Aramızda nurgun keçirmiş ortaklığı var. Söhbet temalarımız köp. Äň içki katlamlarymyzgaça bilişimiz, tartınışmayımız. Mana bularny başga hiç kimde tapqyly bolmaýdygan ýakynlyk şartlary boğaşqa muşundaq bir ýerde. Ýeňi kelgen adamnyň özleş güçi bolgan aralykdaky ýetirqaşlary, ýalguzlyk, tenhalyk tuýgulary üçin däl keladigan bir dogry idi-de. Hey Nasir, hey Nasir. Näge barsam şu ýerde aldymga çyksan. Qandak gep bop ketdi bu? Bu ýerlerde nime qyp ýürsen emdi? Seni qarşı elişge teýýär bopdugynym. Bolmapdyma? Boluşny go bopdy, bäk ýaxşy bopdy. Emma heyran men. Nägeli barsam sen? 15 ýylynyň özi köreşmegen adam muşunda gepni kılamda ba. Äkägine kulaňny, bismillah dep. Dedi o qeýdap. Hoş bop gitip çykyşwatmyna basaraň. Dedim men kol uzutup we onun kiçikkine wüjudyny bagrymga besip turup. Onun közlerige ýaş gelgen idi. Meniň janaklarym etişkini sezildi. Köňlümniň uzak bir ýerinde bir zil çelinip, "U jasus" dep agahlandyryp tursumu, ögünüp galgan ýakynlykdan was geçmek asan emes idi. Kılışıdığan nurgun gepimiz bar idi. Oğlum haqqydaky habarny ýene muşundan aňlaýdygan boldum. Ýene nimelerni aňlaýman tehe.